Maqsadimiz gül işitirib teshigini yamab, tovushlarni pasaytirib, yanada umrini uzaytirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Barchaga xayrli kun tilagan holda bugungi yangi kunimizni boshlayapmiz. Bugungi ishimizda Vaz 2106 mashinasi gul ishitiri teshilib qoldi, qaytadandagini bilmaymiz. Bir ko'rib bering deb olib kelishdi. Xudo xolasa ish jarayonimizni sizlar bilan to'liq ko'rishga harakat qilamiz. Kuzatib qo'llab turishda davom etinglar va boshqa ishlarimizni ham sizlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Kanalda boshladik. Topdik teshigini. Kuzatib turamiz. Xudo xolasa tovushini pasaytirib yana avvalgidek jim yurishga harakat qilamiz. Aslida buni almashtirmasa bo'lmaydi. Yangi qo'yish kerak. Faqat egalari o'zini amallab qilib beravering deyishganiga xudo xolasa harakat qilamiz jim qilib berishga. Bu joyini yamashga aqlim yetadi, lekin ko'p yurishiga aqlim yetmaydi. Garantiya yo'q. Chirib o'zi adobi bo'lgan. Kuzatib turamiz. Gul ishitirimizning mana shu qismini yangi qo'yib yuborishga qaror qildik. Sababi mashinadagi gul ishitir bo'lmay qolibdi. Boshladik. Tashqarimizda kuzib ishlari, kraska ishlari, hadovoy, boshqa ishlarimiz ham mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu tomonlari ham o'zi ketgan ekan. Yangi qo'yamiz. Işittirimizni ham shu oldi qismini almashtirib, o'rnatib, xudo xolasa tovushini pasaytirib berdik. Xudo xolasa endi yana ancha xizmat qilaveradi egalariga. Bizda faqat bu gul ishittirda o'zi ham emas. Kuzib remont ishlarimiz ham bor, kraska ishlarimiz va boshqalari. Hadovoy. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha nima ish bo'lsa qilamiz. Qilib kelyapmiz ham. Vaqtingizni yemak kuzatganingiz uchun rahmat deymiz. Hammaga rahmat.